Bu voqea o'z-o'zidan bo'lgan. Klient mana shunaqa ishini qildirganda, mashina artib turaman deb tashqariga olib chiqib, kartaga pul tashab beraman deb, bizni ozgina chalg'igan paytimiz edi, mashinaga o'tirib, oyog'ini bergan. Bo'ldimi mashina? Bo'ldi aka, mashina tayyor bo'ldi. Nimalar almashdi? Ikkita richa, insulinli sanning blok qilinganligi qo'yildi. Ikkita stabilizator stoyga alishtirildi. Shu kelishganimizda 2 million 100 ming so'm bo'ldi. Kelishtirgan joyi yo'qmi yana? Yo'q, bo'ladiganini o'zi kelishtirib chiroyli hisoblab berdik. Bo'ldi. Bo'lmasa men mashina olib chiqib qo'yay, hozir karta qo'yaraman. Bo'ldi. Tashib beray, karta nomer bersak. Bo'ldi, shunda chetroq qo'yib turasiz. Bo'ldi. Ha. Yozingman, aytib turaman. Shu nomerga tashlab yuborsa bo'ldi, chekini ko'rsatib yuborasiz. Bo'ldi, hozir propiskalarga yetaman. Tashlab yuboradi ekan. Yozing. O'g'lon, Chazori pulni oldingmi? Hadovay qilib berganing? Chazor karta qolishadigan bo'ldi, skrin ko'rsatadi shu yerda. Kartaga pul tushmadi. Olmasdan ketkizib yubordingmi? Ketkizmadim. Shu Yo'q-ku, Chazor. qochib qolibdi-yu. Nomeri bormi? Telefon nomeri? Telefon nomeri yo'q, birinchi kelgan klient. Birinchi marta kelgan. Artotdi-yu mashina. Voy dali. O'tirguncha qochadi. Kimda shunaqa voqea bo'lgan? Kirib kommentda yozib izohda qoldiringlar. O'zinglar ehtiyot qilinglar, har kimga ishonmanglar.